Assalomu alaykum. Chimberio stendini oldidamiz va bu yoqda hozir balansirovочный klapanni sistemasini qilib qo'yganmiz va bu bilan bizda balansirovочный sistema qanaqa usulda ishlaydi va buni nima uchun ishlatilishini tushuntirib berish uchun bu stend qilingan edi. Juda ham chiroyli bo'ldi va undan tashqari bilishingiz mumkin, Chimberioda bizda balansirovочный klapanlarning har xil turlari bor va kran, filtr, sharoy kranlari bilan mashhur edi. Va undan tashqari 2025-yilda biz Chimberio mahsulotlarini yengillik qildik. Ya'ni nima? Termometrli sharoy kranlar. Ya'ni termometr sharoy kranga biriktirilgan termometr. Buni juda ham ko'pchilik so'rayotgandi va shu yaqin kunlardan, ya'ni ertangi indingi kunlardan bu termometrli kranlarni skladlarimizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari yana yengilliklarimizdan bittasi nasoslar uchun 25 talik, asosan 25 talik sirkulyatsionni nasoslar uchun to'g'ridan to'g'ri tushadigan nakidnoy gaykali sharoy kran. Sharoy krani mavjud va buni filtri mavjud va yana bir fishkasi aytib o'tganimdek, nakidnoy gaykasi nasosga ulanadi va undan tashqari bu yoq tomonida termometrli sharoy kran. Ya'ni bu yechim bilan sizlar kotelniklarni ancha ixchamlashtirishingiz mumkin va ortiqcha xarajatlardan qutulishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bundan ham yaxshiroq tomoni bor, ya'ni bundan ham navorочный modeli nima? Sharoy kran, filtr, nakidnoyimiz bor edi, termometrli sharoyimiz bor edi va buni обратный klapani ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizda ikki xil modelimiz bor. Обратный klapanli va обратный klapansiz varianti bor. Kimga qanaqa ma'qul keladigan bo'lsa, qanaqa joyiga qarab bemalol ishlatsa bo'ladi.